Alpinistlarda tez uchraydigan xatoliklardan bittasini hozir shogird qilibdi, shuni ko'rsataman. Mana shu narsani arqonni maksimalni ishlatgan. Shuni aytganda uzunrog'i bor edi, uzunrog'ini shunday manshetgacha olib kelib betdan qaytarilgandi. Mana bunga nagruska kelmardi, ya'ni ezib tashlagan. Xudo ko'rsatmasin, agar mana shu chiqib ketadigan bo'lsa, shogirdni u chetga surib yuboradi. Arqoni kesilib ketish hech gap emas. Hozir o'sha ish boshladi. Yana eng ko'p uchraydigan narsalardan bittasini ko'rsataman. Masalan, biz bu yerga bunaqa ugolok qo'yib ishlatamiz. Mana shu ugolokni nima uchun qo'yamiz? Hozir men sizlarga ko'rsatib tushuntirib beraman. Mana bizdan oldin kelib ishlagan alpinistlar mana shunaqa ugolok qo'ymay ishlagan ekan bu obyektda. Mana bu yerda ham ugologimiz bor. Mana bizdan oldingi alpinistlarning qilib ketgan ishi. Mana ham fasadni navridit qiladi. Mana pastda ham shunaqangi ahvol xulos. Hamma yoq shunaqa ahvol. Ham fasadni navridit qiladi, ham arqonni ham kesib yuborishi mumkin. Shuning uchun bizda hamma joyda ugolok bor. Bu yoqda ham, bu yoqda ham, bu yerda ham harakat qilamiz ishimizni maksimal professional qilishga. Bu yerda endi bo'lgan xatolik o'ylaganki arqon hozir bo'shroq turibdi, to'xtalib to'g'ri bo'lib qoladi deb o'ylagan, atak to'g'ri bo'lmagan. Mana asnonoy bu yoqdan o'tib tushgan. Shunaqa xatoliklar bo'lib turadi. Mana bu ugolokda ham kichkinasini qo'yganmiz, ko'rsataman. Shuni yop, para поворот. Tushib ketdi. Yana tushib ketdi. Sakrab chiqaman. Bismillah. Bu kichkinacha mana chetini egib turadi doim. Bu yerda bu obyektda parapetli yaxshi qo'yilgan. Moshni. Ba'zi obyektlar bo'ladi, parapetlari juda nozik, yaxshi ishlanmagan bo'ladi, ular ezilib ketadi bu protektorga. Shunga mana bunga o'xshagan protektor qo'yish kerak, kengrog'idan. Impa maniki ham bo'limeni uzunroq, maniki ham sal kichkina, atak bo'ladi. Bunaqangi kalta kichkinasi yaxshi emas. Ana chiqib ketdimi? Ha? Chiqib ketdi, ko'rdingmi? Mana kesilmadimi arqon? Para поворот. Yo, kesilmadi bu. Samarezga yaqin joyga tushib qoldi, normalniy. Bu yerda tagidan planka o'tgan. Ana syomka vaqtida chiqib ketib qoldi. Ko'tarib bo'lmaydi. Endi mana shunday flet. Strafotkenga olsin. Ishtama qilmaydi-yu. Davay, sen hozir qara. Strafotkenga maksimalniy nimani ber, nima deydi uni? Strafotkenga maksimalniy vesingni tasha. Taring qil, biz buni tagiga protektoringni tiqamiz. Ko'tarib. Ko'tara olamizmi buni ikkamiz? Nima strafotkamni o'tkazib olay endi. Qo'limda telefon bilan YouTube'ga syomka qilyotgandim. Bu yangi o'tayim. Bismillah. Hozir men o'zimni strafotkamni o'tkazib olib, aman shu kenga olsin. Hozir shogirdni основной arqoni bu, yana o'tkazib, bu yandan yana отдельно оттяжка berib qo'ydik. Arqonni bu yangi ketgani qo'ymaydi. Hozir напряженный turibdimi bu? Bir tushik. Taxtachasini ham O, bor. bu taxtini bor-ku. Alishtir ertaga srochni. Bu bo'lmaydi, bu musorga tasha buni. Pulini bersam, uni beraman 6000 o'g'il. Hozir gaplashib turganda shu haqida mana shu narsa bo'ldi. Ana strafovkam bor turib. Hozir men uni ko'rsataman, uni преимуществоsi nimada. Uni преимущество nima bo'lardi?
Xullas o'zbekchasiga plus tomonlari. Mana bu rolik отдельно sotib olingan. Ha bu rolik qo'ygan. Shu baland zdaniyada ishlaganda arqonni tortib olish qiyin. Ana bu rolikda xullas arqon tortib olish ham oson. Jumaringiz berib turing, men ko'tarilib olay endi. Nima qilasan ko'tarilib? Obyektdaningmi? Ha, sen ko'proq tushib ketding-da hozir. Ke jumarimni qanday qaytarib bersam, men o'tdan tushishda jumar ishlataman. Arqoningizga ilaman, do'stim. Davay. Jumar degani mana bu narsa. Bu shu tepaga ozgina ko'tarilish uchun kerak. Qani meni jumarim, arqamda bormi? Ha, bo'ldi. Hoppara, men bu protektorini ko'rib g'ashim kelyapti. Jumar mana bu narsa tepaga ko'tarilish uchun kerak. Hozir u shogirdda yo'q. Shu bilan tepaga ko'tarilmoqchi. Qara, strixovkani ushlab qoladi. Ketdi. Basharang urmadimi? Hozir ko'tarilishini ko'rsataman shogird. Ko'tarilishini ko'rsataman videoda. Jumarda oldi, hozir zapravka qiladi. Mana qanday ko'tarilishini ko'rsataman. O pedal deyiladi unisi. Pedal. Xullas bu yog'ini oyog'iga tiqadi. Roligi bilan ko'tariladi. Nabarot qil. Sen oyog'nikini tepaga ulab qo'yding. Endi salgina opit kamroq shogirdda bakashdi. O'rganib ketadi. Mana opitning shogird bu yerda tayyorgarlik ko'rib turibdi. Bu mana sidushkam, arpaqram mana ekan. Ha, tayyor bo'ldingmi? Mana oyog'iga kirgan. Oyog'ini yanga qilma, to'g'riga qilma. To'g'ri ko'tarilan. Ana shunday. Paqir boda o'g'irlik qilibdi, paqir bir yangi. Ana shu spiskovuxa bor-ku. Qiyin ana shunda o'sha bilan ko'tarilish qiyin. Mana bu mani spiskovuxamdan olsang yengil ko'tarilsa. Mana bu narsa sal qimmatroq turadi ularga qaraganda, lekin ko'tarilishga yengil yaxshi ketadi. Rig pitsel deyiladi. Xullas, mana shu video like bo'lsanglar, podpiska bosib qo'yinglar. Xullas, men xursand bo'laman.